Sadyat orolida joylashgan Marsa deb nomlangan loyiha. Общий площади 744 gektar tashkil qiladi. Undan 17,5%, ya'ni 129 gektari shunaqangi parklar yoki ochiq yo'llar, daraxtlar bo'lishi kutilmoqda. Agar villalar tomonga e'tibor beradigan bo'lsak, villalarda birinchi qatoridagi bular plyajniy zonasi bo'lgan 6 xonali mansionlar bo'ladi. Undan keyin orqa tomonida 5-6 xonali villalar bo'ladi. Eng oxirgi liniyani e'tibor beradigan bo'lsangiz, eng oxirgi liniyasi birinchi liniyadan ko'ra anchagina ko'tarilgan bo'ladi. Ya'ni bularda ham o'sha suv manzarasi bo'lishligi uchun 3 ta katta maktab, 6 ta bog'cha, 5 ta masjid, undan tashqari mana shu joyda joylashgan e'tibor bersalaring, kattagina mall bo'ladi, shopping mall. Shopping malldan tashqari marina atrofida o'shani restoran, promenad, shunaqangi ko'ngilochar joylar. Bu ko'rib turgan qismimiz bo'lsa, bu ko'rib turgan qismimiz art muzeyi, o'sha ya'ni dizayn, art loyihalarini ko'rsatib beruvchi muzey bo'lishi kutilyapti. Apartmentlarimizga to'xtaladigan bo'lsak, apartmentlarimizni birinchi qatorida mana shu qatorda suv, ya'ni plyajga bo'lgan dostуп bo'ladi va suv va dengiz manzarasi bo'ladi. Mana bu ko'rib turgan zdaniyamiz bo'lsa 5 yulduzli mehmonxona bo'lishi kutilyapti. Barcha rezidensiyalarda balandligi past-past bo'ladi va albatta bularda ham dengizga, ya'ni plyajga tushish imkoniyati bo'ladi. Hozir men showroomdan chiqib dengiz manzarasi qanday bo'lishini sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Mana bu men turgan joy apartmentlar quriladigan joyga to'g'ri keladi. E'tibor bersalaring, plyaj va downtown skyline manzarasi kaftdek namoyon bo'ladi. Bu tomonga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'rib turganimiz bu Sheikh Zayed muzeyi, bu Cultural District deydi. O'sha 6 ta muzey joylashgan Sadyat Islanddagi, undan keyin eng qimmat sotuvga chiqqan kvartiralar ham mana shu tomonda joylashgan bo'ladi. Bu orol sun'iy orol emas, tabiiy orol. Shuning uchun juda ham yoqimli, shabboda, manzara go'zal. Kartadan ham biroz tushuntirib o'tib ketaman. Hozir men turgan qism mana shu qismda bo'ladigan bo'lsa, downtown manzarasi bu tomonda va 5 kilometr 600 metr bo'lgan plyaj va mana shunaqangi katta, shu aytib o'tganimdek 744 gektarli maydonni egallayotgan loyiha. Bu qismida bo'lsa, o'sha eng yuqori sifatli, eng qimmat uylar sotilgan Sadyat orolini Cultural District deb nomlangan qismi. Aytib o'tdim, bu joyda 6 ta muzey bo'lishi kutilyapti.